teplый polni regulirованiyasini обязательно qo'yish kerak o'zini temperaturasi. Chunki teplый polni haroratini o'zini standarti bor. Yevropada 29 gradus. Любой teplый pol поверхностьda kafel bo'ladimi, laminat bo'ladimi, xonalar uchun 29 gradus, SNG Rossiya bo'yicha 30 gradus, sanuzellardagi vanna, tualetniy komnatalar deymiz, u yoqqa 35 gradus. Bu Yevropani standarti. SNG bilan Yevropa standarti. Nima uchun 30-35 gradus? Bu уже 30 gradus qilganingizdan keyin xonani harorati 22 gradus bo'lsa, 8 gradus tavofuti bo'lsa, farqi 8 gradusda polimizdagi changlar, har xil tushgan narsalar, bakteriyalar ko'tarilish boshlaydi. Faraz qiling, ko'tarilib havoga aniq qiladi-da, biz keyin u yoqda yurgan iste'molchi odamlar, yashovchi, o'sha aniq qilgan odamlar u havoni kislorod bilan nafas oladi, chang bilan har xil kasalliklar, u yog'ini уже tushuntirishimni hojati yo'q, juda ham ko'p anaqalarga paslaysiz olib keladi.